Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Videoga darrov bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, bu videoni maksimalli tarqatib, oxirigacha ko'ramiz. Chunki 2026-yil ham kirib keldi aziz yurtdoshlar. Bahor oyi ham oz qoldi, ya'ni bugun 24-fevral bo'lyapti aziz yurtdoshlar. Bu video 2026-yil 26-fevral yanvarda chiqadi aziz yurtdoshlar. Xullas 2026-yil Moskva oblast va Sankt-Peterburgga hamyurtlarimizga 10 yillik ish stajga ega ishonchli dokument xizmatini taklif etamiz. Registratsiya, turdovoy spravkalar va boshqa dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Muhim eslatma, hozirda Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiyangiz yo'q bo'lsa, ushbu xizmatdan foydalaning. Ekraningizda telefon nomerlariga telefon qiling yo WhatsApp yoki Telegramdan murojaat qiling. O'zbekistonda, ya'ni uy sharoitida qanaqa pomidor ko'chat yetishtirish mumkin? Ya'ni tuxumni qanaqasidan tanlash kerak degan savolga bu videoda aynan javob olishingiz mumkin aziz yurtdoshlar. Shuni esdan chiqarmaslik uchun videoni oxirigacha ko'ramiz. Sizga bu videomiz aynan foydali video bo'ladi aziz yurtdoshlar. Chunki bu videomizda uy sharoitida qanaqa qilib ko'chat yetishtirish qaysi navni ekish mumkin bo'ladi 2026-yil. Aynan shu haqida videomiz shu haqida bo'ladi. Videoga обязательно like videoni oxirigacha ko'ramiz. 2026-yil eng zo'r nav bu oddiy, ya'ni universal deyiladi. Ya'ni oddiy zotdagi pomidor navimiz. Bu Sulton degan kompaniyaning mahsuloti bo'ladi. Bu o'zimizning mesni et pomidor, bu lampochka pomidor, bu ya'ni обычный pomidor, universal pomidor deyiladi. Ya'ni Xorazm shevasida aziz yurtdoshlar, shuni esdan chiqarmaylik. Endi buni qachon ekib test qilib ko'rsataman sizlarga aziz yurtdoshlar. Xudo xolasa keyingi oy, ya'ni keyingi fevral oyida 15-dan keyin yerlarimiz, ya'ni yerda hozir qor yog'gan, kuchli qor yog'di Xorazmda. Shu tuproq, yaxshi tuproq quriydi, ya'ni nam bo'lmay, loy bo'lmagan payt olib sizlarga tuproqqa ekib, buni qanaqa mana shunaqa bo'lincha bo'lgan paytini videoga olib chiqaman. Ya'ni 3 navdan ham bir chel ekaman. Yo'rtasi sizlar uchun обычный pomidorimizni ekamiz, lampochka, et pomidor deyiladi. Hammasidan ekib sizlarga zo'r qilib videoda ma'lumotlarni aytib o'taman. Eng zo'r nav bu baribir обычный, chunki eng oson pishadigan ham, eng tez pishadigan ham shu. Lekin narx bo'yicha baribir bu bilan bu eng ko'p tez chiroyli tez sotiladigan pomidorlardan biri. Chunki buni ham ta'mi o'zgacha, buni ham ta'mi o'zgacha, lekin bu ta'mi zo'r. Prosta bular narx qimmat, yetishtirish qiyin. Bu arzon, lekin sifatli. Uncha bo'lmay tez ezilib ketadi, lekin ta'mi вообще zo'r. Bularniki ezilib ketmaydi tez, chiroyli, narx ham sal qimmatroq yuradi aziz yurtdoshlar. Sizlarga bularni keyingi oy video qilib chiqaman, ya'ni qanaqa qilib ekish, shularni ham ko'rsataman aziz yurtdoshlar. Videoga biza like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yamiz yurtdoshlar.